Haqiqiy turk choyi bardakka damlash uslubini maxsus samovarda ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Ko'rib turganingizda jo'mraga ikkita, bittasi qaynagan suv uchun, bittasi choy chiqqan zavarka uchun, ya'ni chifr choy tushadi. Qopqoq ochganimizda ko'rinadiki, ikkita qozondan tashkil topgan. Asosiy suv sig'imi uchun va choy damlash uchun отдельный qozon. Bunga zavarkani to'g'ri solishni ko'rib chiqamiz va bunda zavarkani tutuvchi filtr alohida bo'ladi. Quruq choy solish jarayoni biz filtr ichiga solamiz. O'zimizga kerakli miqdor oldi. Biz ayamaymiz bu choy rangi chiqishligida. Hamma o'ziga qarab, holatga qarab qoraytirib oladi. Maslahatim ko'proq solsa hech narsa qilmaydi. Toza bergamot choyidan mazasi va hid berish uchun mana 3 qoshiq qo'shdim. 2 xil quruq choyimizni aralashtirib olamiz mazasi yaxshi chiqish uchun. Bitta jihatga e'tibor beringda. Bu ikkinchi qozon, ya'ni zavarka turadigan qozonimizni qaynoq suv o'rab turadi. To'g'ridan to'g'ri gaz pelletida yo bir qizdirilmaydi, chunki choy qo'yadi. Qo'ymasligi uchun ham samovar shunaqa texnikada ishlanadi. Issiq suv o'rab turadi doimiy holatda. Maqsad qora choy quyib, mazasi bundan-da achchiq chiqib ketmasligi uchun. Agar sizlarda boshqa suv qaynatadigan samovar bo'lsa, o'shandan qaynoq suvni olib foydalanish tavsiya beraman. Chunki bu atrofidagi suv sig'imi oz, o'zini damlashi uchun yetish kerak. Qaynagan suv atrofidagi kamayib, unga sovuq suvni qo'shmasligi uchun boshqa samovardan olsana ancha yaxshi bo'ladi. Yaqinroq olib kelaman. Ba'zi joylarda bardak choyini damlatganda shu zavarkani ichida qoldirib yuborishar ekan. Aslida bu xato, chunki ko'p tursa achchiqlashib boraveradi va o'zidan bakteriya chiqarish boshlaydi. Siz zavarkani uzoq yarim soat olib tashlaganingizdan keyin choy chiqqan choy mana shu qozonning ichida qoladi xolos. Ana shunda ta'mi o'zgarmaydi 4 soatgacha. Biz doim shuning uchun kechki paytga yaqin bardakka zapravka qilib qo'yamiz. Kunduzi bizda asosan bardak bo'lmaydi. Obedlardan bittadan keyin bardak topishinglar mumkin. Ayniqsa kechqurun ko'pchilik ishdan keyin og'ir ovqat yegandan keyin bardak ichib kirib ketishadi. Aziz do'stlar, bizda 20 minut o'tdi. Shu bilan yarim soat yaqinroq keling operator. Choylar yaxshi chiqish uchun bitta aralashtirib yuboramiz. Endi zavarka bor filtr yomkisi olib tashlaymiz. Bismillah. Mana do'stlar, choy tushib bo'ldi. Ehtiyot bo'lib qaynoq qo'yib qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin, choy chiqqan choy qozonning ichida qoldi, atrofi qaynagan oddiy kipto, qaynagan suv. Bunaqangi ko'p miqdorda bardak choyini damlash uchun shunaqangi samovarlar juda ham qulay. Mashaqqatingizni ozaytiradi va ishingizni tezlashtiradi. Do'stlar, sizlar uchun qo'ldan kelgancha o'zim bilgan narsani o'rgatdim. Bizda usul shunaqa. Qayda boshqacha bo'lsa, izohlarda qoldiringlar. Qisqacha mehnatimizni yurakcha bilan baholab, obuna bo'lishni unutmang. Bardak choyimiz hammaga yetadi. Mehmon bo'lishni unutmang.